Assalomu alaykum do'stlar. Men yana sizlar bilan birgalikda. Hozir bizlar Tayvan davlatdamiz. Taipei 101-nomli binosida. Bizlar hozir 2025-yil qabul kutib oldik, lekin hali O'zbekistonga 2025-yil kirib kelgani yo'q. Ya'ni 3 soatdan keyin O'zbekistonga ham 2025-yil kirib keladi do'stlar. Xo'p, bu videomda mavzusi nima? Bilaman, YouTube kanalida yo'q bo'lib ketdim, ancha vaqt bo'ldi. Lekin juda ham ko'p ishlar bo'lib ketdi do'stlar. 2025-yilda bizlar Televiza kanalini yuritib, Instagramda, Telegramda hozirgacha juda kam fursat ichida hamyurtdoshlarimizga 40 ga yaqin viza chiqarib berdik. Ya'ni 37 ta dona viza chiqardik top davlatlarga. Bularda ichida Tayvan bor, mana ko'rib turibsizlar. Yaponiya, Angliya, Schengen davlatlari Yevropaning 27 ta davlatiga o'tadi. Bu videoda esa Yaponiyaga borib, qaytarilib yuborilgan hamyurtdoshimiz haqida aytib bermoqchiman do'stlar. Voqea qanaqa bo'lgan? Yaponiya qonun qoidalariga ko'ra har bir sayohatchi Yaponiyaga kirib kelayotganda do'stlar, hozir sharik urilib qoldi. Yaponiyaga kirib kelayotganda sayohat viza bilan mehmonxona bronlarini ham qilib olish kerak. Mehmonxona bronlarini aeroportda so'raydi. U do'stimiz esa mehmonxona bronlarini qilmagan va aeroportda bir kun ushlab turilib, yana qayta Koreyaga yuborilgan. O'sha aeroportda bizdan maslahat so'radi. Men Telegramimizga yozdi. Shunaqa voqealarni aytdi. Unda kech bo'lgan edi do'stlar. Xo'p, aytmoqchimanki, Yaponiyaga bormoqchi bo'lgan do'stlarimizga shu yerda maslahat berib o'tmoqchiman. Nimaga bu aynan Tayvanda boshlanib Yaponiyaga o'tib ketdi? Chunki juda ko'p vaqtdan beri sizlarga shu ma'lumotni bermoqchi edim. Yaponiyaga bormoqchi bo'lsangiz, sizlar albatta mehmonxona bronlarini qilib oling va bordi keldi biletlarni ham birgalikda olib oling. O'shanda sizda aeroportda muammo bo'lmaydi. Do'stlar, endi YouTube'ga ham obuna bo'lib qo'ysangiz xursand bo'laman. Bilaman, uzoq vaqtdan beri hech qanaqa video qo'ya olmadim. Odam juda ham ko'p, ko'rishlaringiz mumkin. Odamlar ichida gapirib, o'zimni qo'rquvimni ham bir yo'qotishga harakat qilyapman. Xo'p. Kuzatishda davom eting do'stlar. 2024da men nimalar qildim, mayli. Hozir shuncha vaqt yo'q bo'lib ketdim YouTube'da. Sizlarga qilgan yangiliklarni aytib o'tayin. 2023da Yaponiyaga borib keldim do'stlar, sayohat viza bilan Koreyada. 24da esa Olimpiada bo'ldi Fransiyada, bilsalaringiz kerak. O'shanda Fransiya, Shveysariya va Angliyaga sayohat qilib keldim do'stlar. Orada Xitoyga, Tailandga, Turkiyaga tranzit viza bilan kirib chiqdim do'stlar. Pasport yaxshigina istoriya yig'ildi va yaqinda Angliyaga 2 yillik vizasini ham oldim do'stlar. 2 yilgacha multi vizasi, 2 yilgacha xohlagan vaqtim kirib chiqishim mumkin. Menda yangilik shular do'stlar. Endi nasib qilsa yanvar oyining oxirida bizlarda Koreyada Solal bayrami bor. O'sha Solal bayramida Angliyaga yana bir bor bormoqchiman. Sizlarga zo'r videolar, zo'r kontentlar, zo'r ma'lumotlarni ulashib boraman. O'zi ulashib boryapman faqat Instagramda do'stlar. YouTube'ga rostini aytaman, juda ko'p vaqt, mablag' ketadi. Uni hozircha men yetkazib bera olmayapman. YouTube bitta kasb degan do'stlar. YouTube orqasida ancha mehnat yotibdi-da, o'shanga YouTube'ga ham xudo xolasa qaytish niyatim bor. Sizlardan iltimosim qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umidaman. Hozir bizlar Tayvanda, Taipei binosining yonida ukam u yoqda o'tiribdi. Shunaqa gaplar do'stlar. Instagramga albatta o'ting. Instagramda Rahmatulloh Jo'rayev deb yozsangiz chiqib kelaman va Telegramda hamyurtdoshlarimizga olib berayotgan vizalarimizni tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, Telegramda Tillo viza deb yozsangiz chiqib kelamiz. Bemalol Telegramga ham obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin. Barchaga 2025-yil omadli kelsin. Nimaiki niyatlaringiz bo'lsa amalga oshsin. Xudo xolasa. Bu yo'lga bosamiz do'stlar. To'xtash yo'q. Omad.